Barcha salom do'stlar, sizlar bilan men Tohir Uz. Bugun sizlar bilan mana shu hamma lucky bloklarni ochamiz. Kareli. Ikkinchi etajda ham bor. Uchinchi etajda hammasi secret lucky bloklar. Xo'p. Bo'lmasa biz boshladik. Mana shu Lost lucky blokdan boshlaymiz. Xo'p, birinchidan nima chiqar ekan? Uzr ozgina qotish bor menda. Xo'p, mana nima? Los burritos. Yo, do'stlar, karelar. Ukamda nima chiqibdi? Mana bunda ukam. O, podxoz spot normalniy. Ukamga ham ozgina Robux tashlab berganman. Hop, Los Tipitacos uncha yaxshi emas. Hop, yana secret lucky block sotib olchi nima chiqar ekan? Hop. Och. Ozgina qotyapti ukamda. Och. O ikkita sotib oldi. Xo'sh, nima chiqar? Podxoz spot yaxshi. Hop. Tortugini Dragon Fruitini. Okey. Hop, endi biz Los lucky block atamiz. Ikkita mutatsiyasi bor. Hop, nima chiqar ekan? Nima? Normal narsa chiqsin, 60. Los Bombinitos. Amakimatda. Hop, gold ochamiz. Los admin lucky blocks. Hop, ochil. Nima chiqadi? Wow, los kombinatsiyonas. Bola, omad kareli. Omad itiyu. Hop. Los lucky blocks. Hop. Nima chiqar ekan bunda? Iltimos secret nima bo'lsa? Los 400. Okey, bu ham secret. Faqat arzonroqda. Mayli. Hop. Los admin lucky blocks. Bunda 3-4 ta mutatsiyasi bor. Qaramay turaman. Xo'sh. Los Bombinitos eng zararli. Hop, yana oddiy taco lucky block ochamiz. Nima chiqar ekan? Tek. O, Quesadilla Crocodilla. Ani kira olasan, ukam. Hop, Los Taco lucky block gold. Nima chiqar ekan? Davay, yaxshi narsa chiqsin, iltimos. Nima? Los burritos. Yana Los burritos borlar. Qanaqa omad bu? Ikkita mutatsiyasi bor. Ochilmadimi? Ochildi. Xo'sh, nima chiqdi? Normal narsa bo'lsa. Wow, bu Los Nomay hotspot. Los Nomay hotspot Citos. 52 million sekundiga. Wow, juda zo'r. Bularni ochaman va men ketdim. Hop. Hop. Okay, Karim. Oy, qo'yapti. Xo'sh. 1-2. Bola, yana Los Burritos. Qanaqa omad bu? Hop. Ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkita admin lucky blokni birgalikda ochamiz. Oddiy. Hop, qaramay turamiz. Ozgina. O'zi qotyapti ozgincha. Nimagadir serverda ping bo'lyapti. Hop. Nima? Iltimos, normal. 6-7 bola 6-7. Ukam zo'rmi? Gapiraver, uyalmasdan. Zo'rmi?
Вообще. Hop, mana bu goldenni ham ochaylik. Bunda ham 6-7 chiqsa bolalar, zo'r bo'lardi. Hop, pulga qarab turamiz. Bir bu. O'ylaymanki bu 6-7. Yo'q, bu La Grande kombinasyon ekan bolalar. Mana bu ikkitasini birgalikda ochamiz. Hop. Hop, ketdik. Orqaga qarab turamiz. Oraya qarab turamiz va iltimos normal narsa bo'lsin. Ikkalasi ham bir yaratgan. Hop, buni ochamiz endi. Hop. Pulga qarab bilamiz. Pulga qarasak hammasini bitta. Oy, bu menimcha bir yaratgan. Ha. Gold ochilgan diamond keyin ochamiz. Hop. Hop, nima? Bolalar, menimcha Lost 6-7 bo'lsa kerak. Ha, bolalar, Lost 6-7. Bolalar, qaralar, voshye zo'r bu. Lost 6-7. Juda ham zo'r bu. Hop. Nima? Lost Jobsitos voshye zo'r. Hop, endi biz secret lucky bloklarga keldik. Ukam yonimga ke. Qansa? Bazingdamisiz? Allohga rebit qildingmi? Hop, ke. 3-chi etajga chiq. 3-chi etajga. Chiq, ukam bilan birga ochamiz. Chiq. Bir kod yaptı. Allaqachon ketdi. Hop, mana 3tasini birgalikda ochamiz. Hop, qaramayman. O'g'irlama. Hop, nima chiqdi? Nima qilding? Yaramas. O'g'irlama. Bola, Esoxekola. Qanday omad bu? Esoxekola chiqdi, bola. Voy. Esoxekola. Вообще bu. Yaramas. Bunu ve bunu açarız. Hop. Bittesi. Hop. Ne çıktı? Lost bot gitti. Hop, bunu açarız. Bunu getiririz. Spagetti tuvaleti çıksın böyle. Nima? İsmi nimeydi bunun? La Secret kombinasyon. 50 milyar duradi. Kaç? 125 milyon sekund. Voy bola. Spagetti tuvaletidan zo'r bu. Bugun senin eng omadli kunlarimdan biri bo'ldi. Qancha foiz bilan chiqish ehtimoli? Hop. 3%. 0,5% bilan. Ikkita Dragon Fruit'ini. Bitta Esoxekola. La Secret kombinasyon. Bu yerda 6-7 La Grande kombinasyon. Lost 6-7. Va pastda esa Los Burritos. Bo'ldi, shu bilan bolalar videomiz ham tugadi. Hammaga xayr.